taqani nimaga osib qo'yishgan? Bolalar, odamlar nimalarni o'ylab topishmaydi. Shu taqa baxt keltiradi deb osib qo'yishgan. Lekin bilib qo'y. Buni turgan bitgani shirk, bid'at amal. Katta gunoh. Tushundingmi? Ketdik. Dadam ana taqani osib qo'yishgan. Ha o'g'lim, bu eski odat. Ilgarilari odamlar otda yurishgan, mashinada yurishmagan. Keyin mehmon kelganda otingiz uchun joy bor deb taqilib qo'yishgan. Oyi, nega buni osib qo'ygansizlar? Bilmasam bolam, bu joning osganlar. Yomon ko'zdan saqlaydi deb ishonishgan avvallari. Endi bilsak bu bid'at shirk amallari ekan. Buni o'zi olib tashlash kerak qizim. Nimalar deyapsiz? Qalampir munchoni xususiyatlarini bilmaysizmi? Mana pashsha bor, pashsha, chivin uni hidiga qochadi. Bolani chaqmaydi ham keyin. Bola tinch yotadi. Men beshigiz bor, beshigizdagi kana yog'ochidagi qurtlar shuni hidiga o'ladi. Dada, bu ishi nimaga osishgan? Isiriqmi? Yomon ko'zdan, har xil jin shaytondan asraydi deb ayrim odamlar ishonishadi. Lekin bu ham gunoh, shirk amal. Afsuski bilishmaydi. Bolam, hech qanday shirk emas bu. Ilgari tabiblar bo'lgan. Ularni uylarining darvozasiga shu narsani ilishgan. Shu yerda tabib yashaydi degan ma'noda. Keyinchi senga o'xshagan sho'x bolalar kelib o'yin qilib ketmasin deb shunaqa yuqoriga ilishgan. Hozirgi zamonda ham isrof yomon ko'zdan asraydi deb o'ylaysizmi? Axir bu irim-sirim-ku. Voy bolam. Qanaqa irim-sirim? Bu qoni foydali-ku bu. Siruni bilmaysizmi xususiyatlarini? Tavba qil. Har qanday virusni, har qanday mikrobni o'ldiradi. Chillali uyga albatta isiriq tutatishardi. Mana Covid paytida ham doktorlaringiz isiriqni bizga tavsiya qildi-ku, isiriq tutatinglar deb. Bu ham shirkmi, dada? Ha bolam, bu ham shirk. Ey bolam, buni quritib biz qishda mazza qilib oshga solib yeymiz.